Aka assalomu alaykum. Kimda mexanika bo'lsa, avtomat qilish, radnoy avtomat qilib yig'ib bera olamiz. Radnoy qanaqa? Avio avtomatini qo'yib beramiz. Zavodskoyda pashti birga bir tushib beradi. Tortishlari idealli bo'ladi. Bu mashinamizni ispitaniyaga olib qo'ygandik. Ispitaniya qilinganda 6 oy bo'ldi, tekshirib ko'rdik. Idealli holatda yurib beryapti. Eng kerakli narsasi, tablolar anaqa hammasi babina, kollektor o'zida qoladi. Eng qiziq narsasini sizlarga ko'rsataman. Ko'pchilik bu narsasini ko'rsatmaydi va qilmaydi bunaqa narsani. Mana shu yerda pedali bor mana. Mana shu pedalini ko'pchilik ham yo'g'idan kesadi-da, o'zgartirib peredelka qilinadi. Bu radnoy turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu narsa peredelka bo'lsa, mashinaga ginat qilib yaxshi tortib qoladi va qo'shimchasiga agar xohlasanglar tablo ham qo'shib beriladi, printerda yoziladigan qilib beriladi. Unga 700 ming so'm отдельный qo'shiladi. Mamyoqlari shunda qoladi, общий narsasi. Pul narxini oxirigacha aytib o'taman. Bu mashinamizni tekshirib ko'rdik. Mashina ham tortib ham ko'rganlar okamlar. Ko'rsanglar 8 diskada ham yuradilar. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, radnoy zavodda yurib berishini xohlasanglar, okalar, 700 dollarga zaminga qilib beramiz. Zavodda, xudo xolsa garantiyalar bilan idealli holatda yuradigan qilib beramiz. Agar tablomda o'zgartiringlar, printerda yoziladigan bo'lsin deydigan bo'lsanglar, u narsaga 700 ming so'm отдельный qo'shimcha pul qo'shiladi. Agar yo'q, menga shart emas desanglar, 700 dollarga общий hamma narsasi bilan birga qilib beriladi. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Arzon avtoservis doim xizmatingizga tayyor. Allohga bo'lsa, kuningizlar xayrli bo'lsin. Mexanikada qiynalib ketgan odamlarga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin.